Bu yoqqa kel Ozod. Mana shu chiroyli tasvirni bitta chiroyli YouTube kanalimiz a'zolariga chiqarib bergan. Shu masjidga cho'zilgan qo'l bo'lsa, hammasi siz uchun 100 ga 1000 tasbih aylansin. Demoqchi bo'lganim, sizga yaxshi kvartira tavsiya qilyapman. Shayxul Olam masjidimiz ro'parasi 5-qavat. Boshlaverdik. O'sha tasvir menga juda ham ta'sirli, sababi yaxshi ko'raman shunaqangi joydan uy-joyingiz bo'lsa, u ham men tufayli bo'lsa. Gazlarimiz bor, hamma sharoiti bor, vitishga, komfortga hammasi mavjud. Kelaverasan Ozodjon, bunaqangi dekoratsiyalarni qilishgan. Bu juda ham yaxshi. Albatta like bosishga arziydi. 53 kvadrat maydon, 42 ming AQSh dollari, 5-qavat. Hamma remont jihozi bilan birga. Mana bu yoqda mebellardan prixo'ja uchun chiroyli surat qilishgan. Yana bitta prixo'jasi bor, uni ham ko'rsatasan Ozodjon. Bu esa bizani vanna. Sanuzul uchun ajratilgan joyi, hammasini ko'rsatasan. Endi maza qilib yashayman desang, shunaqangi rayonda Buxoro shahar Shayxul Olam masjidimiz 9 qavatli imorat, men bularni bitta ko'rsatasiz. Bu siyosiy zonani ham bitta ko'rsatasiz. O'tirib kiyimingizni kiyasizda ketaveryapsiz. Mana shu bir chiroyli ish joyingiz, chiroyli xonadoningiz bo'lsa maza. Bu dekoratsiyaga lekin maza qildim. Shuni ham bitta tasvirga olasan. Bu juda ham kerak. Kelaverasan Ozodjon, bu xonasi bu tomonda ham derazasi bor. Bu yoqda qanaqangidir hujjat uchun alohida burchak kelib ko'rishinglar mumkin. Bu yoqdan ham ko'rinishi fevral oyining 2-3 kuni ana shu xonani sizga taklif qildim. Maza qilib yashaysiz. Harakat qiling, niyat qiling, albatta niyatingizga ko'p narsa bog'liq. Like bo'lsangiz agar, men bundan ziyod siz uchun mehnat qilaveraman, xudo xolasa. 42 ming AQSh dollari, 53 kvadrat maydon, hamma jihoz texnikasi bilan birga 5-qavat. Qolgan ma'lumot pastdagi raqamlarimizda. Salomat bo'ling.